Abduxoliq Uyg'urning otasi Abdurahmon Mahsum 1879-yili Turpan viloyatidagi eng nopozliq o'limalardan biri bo'lgan Hizbullah Alam Axunumning oilasida tug'ilgan. O'lima Hizbullah Alam Axunum bu o'g'liga Çin xonligiga qarshi azodlik urushlarida shahid bo'lgan marhum otasi Abdurahmon Hazratning ismini qo'ygan. Abdurahmon Hazrat Muhammad Damollamning o'g'li. Muhammad Damollam bo'lsa Hüseyin Qari Hacimning o'g'li edi. Demak, Abduxoliq Uyg'ur 4 avlod vatanparvar va xalq so'yar bir o'lima oilasining orzuliq pushti edi. Hizbullah Alam Axunum Badavlat Yoqutbek davrida Turpan viloyatiga mufti qilib tayinlangan bo'lib, Turpanning harbiy valisi Hekimxon To'ran bilan bo'lgan shaxsiy munosabati to'limi yaxshi edi. Uning ustiga Hizbullah Alamning otasi Abdurahmon Hazrat Turpan xalqining ma'naviy rahbari bo'lib qolmay, yana o'z xalqining hurligi va erkinligini qo'g'dash yo'lida shahid bo'lg'ashqa, barcha Turpan xalqi bu jamoat kishilarini o'zining ma'naviy yo'lboshchisi deb bilatdi. Tarix chaqi 1877-yili 5-oyga kelganda Turpan viloyati yana bir qitim Manching tajovuzchilari tarafidan qonliq ishg'ol qilingan. 1878-yili 16-mayda ilidan boshqa butun Sharqiy Turkiston zimini Zozongtang tarafidan yutib olingan. Abdurahmon Mahsum dal Zozongtang Char Rossiyaga harbiy tahdid selayotgan 1879-yilda hozirgi Turpanda tug'ilgan. Hizbullah Alam Axunum o'g'liga umid bog'lab, o'z otasining tavarruk ismini uningga qo'yib, unimi bo'g'isiga o'xshash ulug' kishi bo'lgan deb arzu qilgan. Abdurahmon Mahsum tug'ilgandan keyin Hizbullah Alam Axunum Badavlat davrida mukammal o'rinlagan muftilikdan istifa berib, butun zehnini va himmatini o'z o'g'li Abdurahmon va yurtdoshlarining bolalarini layoqatlik tarbiyalashga qaratgan. Abdurahmon dastlabda otasidan tafsir, hadis, fiqh, arab til adabiyoti, arab tili stilistikasi, logika, qofiya ilmi, she'riyat, miros ilmi va Paris tili qatorliq qurol fanlarini mukammal o'qigan. Ondan keyin Turpan tavasidagi boshqa nopozliq o'limalarda ozroq o'qigandan keyin oliy maktab saviyasidagi diniy bilimlarni o'rganish uchun 1911-yili Qashqardagi xonliq madrasasiga o'qishga borgan. Abdurahmon Hazrat Qashqarga o'qishga kelgan chog' dal Abduqodir Damollam, Shamsiddin Damollam va Mahmud Axun Damollamlar Qashqarda tunji qitimliq jadidizm, ya'ni yangi ma'rif harakatini qo'zg'agan qutlug' chog'lar bo'lg'ashqa, Abdurahmon Mahsummu bu harakatdan o'z nasibasini elib, ota-bovulardan davom qilayotgan sofizm mazhabini tark etib, zamonaviy diniy ko'z qarash va islohotchilik ideyasi bilan qurollangan. Garchi 1916-yildan boshlab Yangzingshin va uning Qashqarda turishliq noibi Mafushin Qashqardagi jadidizm tarafdorlariga turlik avorchilik silishga boshlaganda, Abdurahmon Mahsum Abduqodir Damollam Qashqardan ayrilish bilan tang yurtiga qaytib, amdili quramiga yetgan o'g'li Abduxoliqni billa elib, Char Rossiyaning o'rniga qurilgan sobiq Sovet ittifoqi tarafga savdo karvoni tashkillab safar qilgan. Bu qitimqi safarda ota-bolaning har ikkisi qo'shni ellardagi keskin o'zgarish va yangiliklardan ilhomlanib qaytib kelgan. Abdurahmon Mahsum qaytib kelibla yana bir qitim Qashqarga qarab otlangan. Shoir Abduxoliq Uyg'ur ona vataniga qaytib kelgandan keyin milliy inqilobiy faoliyatlar bilan shug'ullangan. Maqsud muhiti bu yosh shoirning jangovar, qo'rqmas ro'yidan ta'sirlanib 1923-yildan 1926-yilgacha yana qaytadan Sovet O'rta Osiyosiga elib chiqib, ilm tahsil qilishiga yordamda bo'lgan. 1924-yili Abduqodir Damollam suiqasd bilan yo'qotilgandan keyin
Qashqardagi nurg'un tayanch diniy o'limalar va islohotchilar har tarafga tarqalib ketgan. Abdurahmon Mahsum va bir qism yurtdoshlarmi shu qatorda Turponga qaytib kelgan. Uzun o'tmay Abduxoliq Uyg'urmi Turponga qaytib kelgan. Abdurahmon Mahsum Turponga qaytib kelgandan keyin 3 avlod izchil davom qilgan tijoratchilik kasbini tashlab, butun vujudi va himmatini yangi bir avlod layoqatlik va qobil izbosarlarni yetishtirishga qaratgan. Natijada 1930-yildan 1950-yilgacha bo'lgan halqiliq paytlarda muhim tarixiy rol o'ynagan nurg'un vatanparvar azimatlar uning qo'lida yetishib chiqqan va Uyg'urlarning ozodligi va hurligini qaytarib olish yo'lida ko'pinchisi jonlarini tasadduq qilgan. Mahsumning o'g'li Abduxoliq Uyg'ur 1926-yili Turponga qaytib kelgandan keyin 1927-yili Turpon ostonidagi Maqsud muhiti, Pichandagi Iskandar Xo'ja qatorliq kishilar bilan oqartish jamiyati qurib, 3000 sar kumush tanga iyoni to'plab, Turpon shahridagi Niyoz Saypung degan kishining qo'rosida yangi maktab qurib, o'quvchi sonini texmi ko'paytgan va Turpon yangi ma'rifining do'lqinini qo'zg'agan. 1933-yili 3-oyning 13-kuni Abduxoliq Uyg'ur Jallot Shingsay tarafidan bir turkum sabdoshlari bilan birga 32 yoshida qilich bilan chepib o'ldirilgan. Arzuliq o'g'li Abduxoliq Uyg'urning o'limi Abdurahmon Mahsumga qattiq ta'sir qilgan. U dastlabda bir mezgil xeli qattiq og'rib yetib qolgan bo'lsa-mu, biroq 1933-yilning oxirlari Uyg'ur milliy ozodlik harakati yuqori pallaga yetganda qaytadan g'ayrat qilib, milliy ozodlik urush saflarini to'ldiradigan fidoilarni va yetakchilarni yetishtirish uchun barliqini atagan. 1934-yili Xo'janiyaz hoji bilan Shingsay vaqtliq birlashib hokimiyat tutganda Turpon va Tarimdagi har qaysi yurtlarda 5 yilga yaqin tarixda misli ko'rilib boqmagan milliy oqartish harakatlari va diniy islohot harakatlari jush urib rivojlangan. Ammo 1937-yilga kelganda tarixning fojialik voqealari takrorlanib, Qashqardagi milliy oqartish harakatining peshvolari Mahmud Muhiti Hindistonga chiqib ketgandan keyinla vahshiylarcha yo'q qilingan. Turpon va Qumuldagi peshvolarmi yo'lvas Xitoyga qochib ketgandan keyinla orqa-orqadan hapsiga ilingan yoki nazarband ostida yashashga majbur bo'lgan. Jumladan Abdurahmon Mahsummi nazarband ostida yashashga majbur bo'lgan. Dars o'tish huquqi cheklanib qolmay, yana normal aloqasimi cheklangan. Bu ahvol toki 1944-yili sentabr Shingsay yo'tkab ketilgicha davom qilgan. Garchi 1945-yili Abdurahmon Mahsum 9 yillik nazarbanddan qutulgan bo'lsa-mu, biroq 1946-yildagi Turpon qo'zg'oloni natijasida Gomindang tarafidan mazkur qo'zg'olonning ma'naviy rahbarlaridan biri deb qaralib, qayta taqibga uchirgan. Bu chaqda uning salomatligi nacharlashib ketgan bo'lg'ashqa, taqiblarga uzun bardoshlik bera olmay 1947-yili bahorda vafot bo'lgan. Abdurahmon Mahsum Turpondagi jadidizmning bayroqdorlaridan biri bo'lish sifati bilan Uyg'ur hozirgi zamon diniy ma'rifini Turponda qanday qilib yetakchi o'ringa chiqargan bo'lsa, uning o'g'li o't yurak vatanparvar shoirimiz Abduxoliq Uyg'urmi hatto o'z taxallusini Uyg'ur deb qo'llanib, ana tuproqimiz Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur xalqining uyushib yovg'a qarshi idea birligida bo'lib, hozirgi zamon Uyg'ur millatining milliy mavjudligini saqlab qolishi uchun g'oyat zo'r to'kpi qo'shdi. Otisi Uyg'ur xalqini yangicha diniy o'qitish usuli orqali diniy jihatda munavvar va layoqatli qilib yetishtirib chiqqan bo'lsa, o'g'li o't yurak Abduxoliq Uyg'ur issiq qini va kurashlari orqali Uyg'urlarning kelgusi avlodlarini mangu hech qanday bir millatga singishib ketmaydigan va yo'qolib ketmaydigan milliy ruh bilan oziqlantirdi. Bu sharaf ularga yetib oshidi.
bedel to'lamay nishon va orzuga yetkili bo'lmaydi. Abdurahmon Mahsum va Abduxoliq Uyg'ur hozirgi zamon Uyg'ur otalari va bolalari uchun eng muhim tirik o'rnak va namunalik shaxslardir.